Doppler effekti. Bu effektga ko'ra tez yordam mashinasi sizga yaqinlashib kelayotganida uni sirenasi ovozini balandroq eshitasiz. U oldingizdan o'tib ketganda bo'lsa ovoz borgan sari pasayib ketadi. Buni o'sha mashhur memlar orqali ham ko'rgansiz. Buni hozir sizga jonli o'xshatib ham berishim mumkin. Masalan, tovush kelishini biz har doim boshqa tasavvur qilamiz. Uzoqdan ovoz kelayotgan bo'lsa, oldimizga kelganda tovush boshqacha eshitiladi, ya'ni eng maksimal darajada baland eshitiladi. O'tib ketgandan keyin bo'lsa, albatta pasayib ketadi. Ya'ni mana bunaqa. Wow! Eng qizig'ini aytaymi, koinotda ham xuddi shunaqa effekt bor. Agarda ma'lum bir yulduz bizdan uzoqlashayotgan bo'lsa, uni to'lqin uzunligi qizg'ish rangda bo'ladi. Agarda qaysi biridir bizga yaqinlashayotgan bo'lsa, uni rangi ko'kimtir bo'ladi. Ya'ni siz hoziroq osmonga qarab, qaysi yulduz bizga qarab yaqinlashib kelayotganini yoki bizdan uzoqlashayotganini ko'rish imkoniyatiga egasiz. Menimcha shu fakt uchun videoga like bosib qo'yishga arziydi. To'g'rimi? 1929-yil Edwin Hubble o'z kuzatuvlari natijasida deyarli barcha galaktikalar qizg'ish rangda ko'rinishini aniqladi. Ya'ni afsuski, ular bizdan uzoqlashyapti. Demak, kecha ular bizga nisbatan yaqinroq bo'lishgan. Bu fakt shuni anglatadiki, agar vaqtni qancha ko'p ortga qaytarsak, galaktikalar bizga shuncha ko'p qaytib keladi.